Ularga shu yashashi uchun va qondagi bolasi uchun ozuqa kerak xolos. Lekin sog'in sigirlarda u sut ishlab chiqarish uchun juda ko'p energiya, juda ko'p oqsil kerak bo'ladi. Lekin bularga tinim dardlarga ularga kerak emas. Agar bu sigiringizni tinim davrida yaxshi oziqlantirmaydigan bo'lsangiz, bu sigirlaringiz keyingi laktatsiyasida u kam sut berishi kerak, beradi va uni oziqlantirishga keladigan bo'lsak, hozir oziqasini aytib o'taman. Ozuqasining tarkibi juda oddiy, somon beriladi. Buni olish uchun, bolani sog'lom tug'ilishi uchun albatta mana shunday ratsion qilish kerak. Shu unumdorligi pastroq, shu oqsili va 3-5 litrdan qo'shiladi har laktatsiyasida. Agar siz molingizni yaxshi oziqlantirsangiz. Keyin kalsiy ham berilmaydi bunga. Kalsiy umuman bermaysiz, tuz ham bermaysiz. Tuz bersangiz, shu suv to'planishi yuzaga keladi. Yelini atrofini ko'rsangiz, ishib ketadi atrof mayli. Bu ashu suv to'planishidan yuzaga keladi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga qo'ydagi turgan, tinim davrida turgan mollarni ratsionni nimalar berish haqida, shu kilolar haqida aytib o'tmoqchiman. Mana shu sigirlarimiz, so'ydagi sigirlarimiz. Sigirlar odatda shu umumiy 7 oyligida so'yga chiqarilishi kerak, tinim davriga chiqarilishi kerak. Shu 7 oy sog'ilgandan keyin bo'g'oz mol shu yana 2 oy dam olish kerak tuqqandan keyin. Bu juda muhim hisoblanadi. Va o'sha 2 oy davomida buni ratsioni umuman boshqacha bo'ladi, sog'in sigirlarga nisbatan. Ya'ni mana ko'rayotgan bo'lsanglar, rangida ham boshqacha. Mana bu so'ydagi sigirlarimiz. Maydan to'sib qo'yganmiz. Mana bular sog'in sigirlar ratsioni. Bular umuman farq qiladi tarkibi jihatdan. Bunda energiya miqdori ham, protein miqdori ham balans hisobida kam bo'lishi kerak va mineral ozuqa albatta berilishi kerak. Sababi mana ko'rayotgan holatingiz, bular tinim davrida sut ishlab chiqarmaydi bu sigirlarimiz. Shuning uchun bularga shu yashashi uchun va qondagi bolasi uchun ozuqa kerak xolos. Lekin sog'in sigirlarda u sut ishlab chiqarish uchun juda ko'p energiya, juda ko'p oqsil kerak bo'ladi. Lekin bularga tinim dardlarga ularga kerak emas. Agar bu sigiringizni tinim davrida yaxshi oziqlantirmaydigan bo'lsangiz, bu sigirlaringiz keyingi laktatsiyasida u kam sut berishi kerak, beradi va bolasi ham juda yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun eng muhim joyi shu bo'ladi, shu 2 oyligi. Shunda to'g'ri oziqlantirish bo'ladi. Endi buni oziqlantirishga keladigan bo'lsak, hozir oziqasini aytib o'taman. Ozuqasining tarkibi juda oddiy, somon beriladi, keyin raps shirot, makka silos. Shuni aralashtirib, mineral ozuqaga aralashtirib beramiz. Endi buni ham grammlarini aytaman, yozib ham qo'yaman. Somonimizning holati qanday bo'lishi kerak? Mana hozir mana bu somon. Shu 1 sm kattalikda somon. Shunaqangi maydalikda bo'lishi kerak, sababi u yeyuvchanligi yaxshi bo'lishi kerak edi. Agar buni yirik qiladigan bo'lsangiz, bu mol tanlab yeydi, katta somon qolib ketadi. O'sha rapsni yoki shirali ozuqasini yeb oladi, qolgani qoladi. Bu degani hayvoningizda to'g'ri oziqlantirmaysiz unda ham. Hammasini yemaganligi uchun. Somonni shuning uchun maydaligini birinchi o'rinda e'tibor berasiz. Mana maydaligi shu holatda bo'ladi. Endi buni qanchadan berishi bitta molga hisoblaymiz. Bitta molga 4 kilo somon beriladi. Mana shunaqangi quruq somon. Shu bug'doy somoni. Keyin 2 kilo o't silosi, uni bermasangiz ham bo'laveradi. Uni o'rniga 1 kilo beda pichani bo'ladi. 1 kilo qo'shasiz xolos. 5 kilo yo 4 kilo somon va 1 kilo beda pichani berasiz. Keyin 3 kiloyu 300 grammdan raps beriladi. Bu bitta sigirimiz. Endi bu sigir deyotganim mana 700 kilolik sigirni aytyapman. Agar sigiringiz jaydar sigir bo'ladigan bo'lsa, buni ozaytirishingiz mumkin. Jaydar sigirlarda ham shunday ratsionda boqish kerak. Keyin buni namligini keltirib olish kerak. Bilasiz, somon quruq, hammasi quruq bo'lyapti hozir. Shuning uchun biz 12 litrdan suv qo'shamiz. Shu bitta molga aytyapman, shu uni ham yozib olasizlar. 12 litr suvga aralashsa, mana shu holatda namlik keladi. Men aytgandek holatda. Mana. Keyin 16 kilo makka silosi qo'shiladi.
hammasini yaxshilab aralashtiriladi. Umuman ajratolmaydigan holatda keltirib, mana shu holatda mana bo'ladi. Suv albatta qo'shasiz, sababi namligi kelishga, agar quruq yeydigan bo'lsa, u yeyuvchanligi kamayadi, ozroq yeb qo'yishi mumkin. Shu holatda beriladi. Agar bunga kuchliroq ozuqa beradigan bo'lsangiz, sigiringiz semirib ketishi mumkin. Semirgandan keyin bu yog' bosishi yuzaga keladi va ham bolasi katta bo'lib ketadi, ham sigir o'zi ham katta bo'lib ketadi-da. Yuqori energiya bilan oziqlangani uchun miyasi shunday shakllanadiki, sigirni, men doim yuqori ozuqa yeganman deb tuqqandan keyin ketoz kasalligi yuzaga keladi. Bu ketoz nima? O'sha moddalar almashinuvi va o'sha energiya yetishmovchiligidan yuzaga keladi. Nimaga bu yaxshi yeb turadi-yu, energiya yetishmaydi deyiladi. Asosan biz ham xo'jalikda ba'zan kuzatib qolinadi. Semiz sigirlarimiz asosan o'zini tashlab yuboradi shu tuqqandan keyin, 3 kun, 4 kundan keyin o'sha kasallanadi, o'sha tura olmay qoladi. Undan keyin unday qilsangiz ketoz unaqasi oshib ketgan bo'ladi. Shu moddalar almashinuvida bu sababi tinim davridan yuqori unumdorlik davriga o'tgan paytda bunga sut ishlab chiqarish uchun energiya kerak bo'ladi. Bu sigir o'ylaydiki, menda yuqori energiya bor, o'shani men sut ishlab chiqarishga sarflayman deb turib, o'zidagi energiyasini ishlab chiqarib sut bilan birga anaqa qilib ishlatib yuboradi energiyasini, o'zida kuch ushlab qola olmaydi. Keyin sigiringiz o'zini tashlab yuboradi. Lekin mana bu bergan ozuqangiz u bir kunda ta'sir qilmaydi-da. Masalan, sirasi ratsioni ham o'zgaradi tuqqandan keyin, lekin bu yetmay qoladi. Agar siz kuchli ozuqa bergan taqdiringizda ham o'sha energiyani bu hazm qilmasdan o'zidagi energiyani ishlatib yuboradi. Shuning uchun ketozni oldini olish uchun, bolani sog'lom tug'ilishi uchun albatta mana shunday ratsion qilish kerak. Unumdorligi pastroq, shu oqsili va energiyasi pastroq qilib oziqlantirishingiz kerak. Keyin mana oldida ozuqasi doim buni ham oldida turishi kerak, xohlaganda o'zi yeyish kerak, suvi toza bo'lishi kerak va shunda keyin bola ham yaxshi tug'iladi va sigiringiz keyingi laktatsiyasiga kamida 3 litrdan sut qo'shadi. Misol uchun 23 litr berayotgan bo'lsa, kamida 26 litrdan yoki 27-30 litrgacha sut berishi mumkin. Shunaqangi kamida 3-5 litrdan qo'shiladi har laktatsiyasida, agar siz molingizni yaxshi oziqlantirsangiz. Keyin buni ham kontrol qilib turasiz so'y paytida. Endi oziqasini aytib o'tdim, mana shunday holatda oziqlantirasiz. Hech qachon u energiyasini ham ko'tarib yubormaslik kerak. Keyin yelinlarni qarab turasiz. Sababini yotgan joyi iflosgarchilik bo'lib bakteriya kirib qoladigan bo'lsa, yelinda bunda ham bo'g'oz sigirlarda ham mastit kuzatilishi mumkin. Yerindagi shu qandaydir haligi shu bakteriya tushgandan keyin yelin ishib qoladi. Agar uni sog'ib ko'radigan bo'lsangiz, yelinda u qandaydir haligi chirigan holatda ko'rinadi suti, qandaydir haligi yiringa o'xshab ishib qoladi. U bizda ham kuzatiladi. Asosan biz dalaga olib chiqasdik mollarni, o'sha dalaga olib chiqqanimizda so'ydagi mollarimizda shunaqangi bo'ladi. Endi haligi chugun bo'ladi, hasharotlar bo'ladi, o'shalar qo'nib, yelinda shikastlatib yoki urg'uni qo'yib qo'yishi mumkin. Shu yozgi kunlardagi so'y mollarga ham e'tiborli bo'lasizlar. O'sha chugunlar ham yelinga o'sha tuxum qo'yib qo'ysa, o'sha anaqalar ham bunga nima deydi? Bakteriya bo'lib maksidga olib kelishi mumkin. Shuning uchun tagiga iloji bo'lsa, molxonangizga shu so'ndirilgan ohaydan sepib, shuni gigienaga ham e'tibor berasiz qo'ydagi mollarga. Endi rapsni o'rniga rapsiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, kunjara shirotini ham bersangiz bo'ladi. Buni ham shu 3,5 kilo qilib bitta sigirga, shu 700 kilolik sigiringizga shunaqa qilib mo'ljallab bersangiz bo'ladi. Faqat rapsiz berish shart emas. Yoki soya donadan berishingiz mumkin. Uni ham shu 3 kilodan ozroq 2 kilo 700 o'shanaqa bersangiz bo'ladi bitta sigiringizga. Xohlasangiz oldiga yana pichan qo'yib qo'yishingiz ham mumkin. Bu ham quruq modda. Asosan bularda ozuqasi shunday bo'lishi kerak, quruq bo'lishi kerak-da. Tezagi ham sog'in sigirlarga nisbatan sal qattiqroq bo'ladi. Sababi quruq yegani uchun shu holatda bo'ladi. Rangi ham sal sarg'ishroq bo'ladi. Mana bunday holatda bo'ladi. Essiz, o'ta suyuq emas, sal qattiqroq bo'ladi, lekin o'ta qattiq ham bo'lmasligi kerak. Siz anaqani oshirib olmaslik kerak somonni. Men 4 kilo deyapman. Bu bunday hisob-kitob qilsangiz juda oz.
Endi makka silosi bor, shuning uchun tarkibida, shuning uchun bemalol 4 kilo qo'shsangiz yetadi. Makka silos qolgani o'sha 16 kilo qo'shiladi. Endi suvga chiqarayotganda ham biz anaqa qilinadi. O'zini maxsus ukollari bor. Yelinga 4 ta yelinga beriladi. Shu tuba deb qo'yiladi. O'sha bu yelinda 2 ta tuba qilinadi. Bittasi shu sababi bular 20 litrda ham 18 litrda ham suvga chiqariladi-da. Shuncha sut berayotganda sirasi to'xtash natijasida sut aynib qolmasligi uchun o'sha tubalardan foydalanamiz. Bu o'sha yelinda birinchisi yuborganimiz ichkariga sutni stabil ushlab turadi. Aynishini oldini olib, ma'lum vaqt o'zi haligi sut bezlari ishlash to'xtaguncha keyingi ukolimiz o'sha yerdan sut masalan yelin to'lganda oqib ketmasligi uchun yerga kilesi bo'ladi, o'zini maxsus dorili kile, o'shani yuborib qo'yamiz. Shu bilan yelini kilelanib qolinadi. U faqat o'sha sog'il 2 oydan keyin ochiladi u yelin teshiklari. Bu o'sha anaqalarga ham foyda, o'sha bakteriya tushishlarga. Ba'zi bitta xo'jaligimizda, boshqa xo'jaligimda ishlaganda ular qanday qilmasdik, o'shuning uchun chugun tushganda, boshqa iflos joyda yotgani uchun mastlikka aylanib ketardi. Lekin biz qilayotgan ukollar shunisi ham foydali. O'sha birinchisi shu sutni, birinchi sut bezlari ishlashi to'xtaguncha stabil ushlab turadi ichkaridagi holatda. Keyingisi ikkinchi ukolimiz o'sha har bir yelinni teshiklarini bekitib qo'yadi. Keyin 3 kun o'tgandan keyin bu molingiz bo'ldi, sutdan qaytadi. Shu bilan suvga qaytib, mana yelin holatini ko'ryapsizlar. Mana shular ham 15 litr kamida 15 bo'lsa 20 litr bilan suvga chiqqan sigirlar. Keyin tug'ishdan oldin keyin yana yelini kattayadi bir kun qolganda. Shu bilan aytilgan natijangiz beradi. Bolasi katta tug'ilmasdan oson tug'adi. Keyin energiya yetishmovchiligi yuzaga kelmaydi. Shu ketoz kasalligi. Endi asosan keyin yana aytmabman, eng asosini aytmabman. Mineral ozuqa beriladi har bir sigirga 500 gramdan ozuqa beramiz. Mineral ozuqasi bor, u maksimal darajasi, undan oshirilmaydi, sababi 750 kilolik sigirlarga mo'ljallangan. Shunaqa universal ozuqamiz bor, hozir uni ham ko'rsataman. Tarkibini ham qo'yib qo'yaman. Asli eng muhimi o'sha mineral ozuqa bo'ladi. Unga magneziumga boy, o'sha magnezium shu bolaning rivojlanishiga juda katta rol o'ynaydi. Bilsanglar, homilador ayollar ham faqat homiladorlik paytida magnezium ichishadi asosan, sababi shu bolani yaxshi hamma yo'g'i rivojlanishi uchun bu magnezium moddasi juda kerakli bo'ladi. Keyin kalsiy ham berilmaydi bunga. Kalsiy umuman bermaysiz, tuz ham bermaysiz. Tuz bersangiz shu suv to'planishi yuzaga keladi. Endi yelinning atrofini ko'rsangiz ishib ketadi atrof mayli. Bu o'sha suv to'planishidan yuzaga keladi. Shuning uchun tuzni ham bermaysiz, kalsiy ham bermaysiz. Kalsiy bersangiz bu organizmga ko'p kalsiyni yig'ib oladi-da, o'zicha o'ylaydi shunaqa deb. Keyin sog'ish tuqqandan keyin u kalsiy yetishmovchiligi yuzaga keladi. Sababi o'sha organizmdagi kalsiyni o'zi ishlab chiqarib yuboradi-da, o'zini suvayidagi kalsiylar qolmaydi-da, muskullar torayib, o'zini harakatlanishni to'xtatadi. Shu bilan molingiz shu yotgan joyida yotib qoladi, qaytib turmaydi. Shuning uchun bu ham juda muhim. Mana shu mineral ozuqani berayotganda qalaqasini bular uchun alohida mineral ozuqa bor, o'shani berishingiz kerak. Mana buyimiz raps shirot bo'ladi. Mana shu raps shirotdan beramiz. Shu 3 kiloyu 300 dan. Plus mana bunday mineral ozuqadan beramiz. Mana bunday xaltalarda bo'ladi. Mana ko'rinishi mana shu. Mana shu holatda ko'rinish. Shundan shu bitta sigirga 500 gramdan mineral ozuqa beramiz. Keyin yana bir narsa, bu sigiringiz tug'ishiga bir hafta qolganda sog'in sigirlarni ratsioniga o'tsangiz bo'ladi. Sababi undan yetda o'tmaysiz. Biz ularga sistemadan ham boqqanmiz, shu tug'ishdan oldin, bir hafta oldin ozuqaga o'tkazamiz. Unda ham hech narsa bo'lmaydi, sababi organizm sal ko'nikishni boshlaydi. Keyingi holatga, sababi bolalar rivojlanib bo'lgan bo'ladi. Keyin sog'ishga tayyorlov bo'ladi bu ham. Umuman zarari yo'q. Shu sog'in sigirlarni ozuqasiga o'tkazsangiz. Lekin undan oldin shu 15 kun, 20 kun oldin o'tkazmang. Faqat maksimal bir hafta qolganda yoki 5 kun qolganda o'tkazasiz. Lekin bir to'la o'tkazib yuborsangiz ham bo'ladi buni. Yana bir narsa, katta fermalarda ham shu narsa bo'lishi kerakki, sog'in sigirlar, so'ydagi sigirlarni birinchi molxonadan boshqa molxonaga o'tkazayotganda ham e'tiborli bo'lish kerak. Bunda ham stress yuzaga keladi. Bir hafta oldin yoki 10 kun oldin
o'tkazmang iloji boricha. Faqat shu tugayotgan paytida maksimal shu 12 soat oldin o'tkazsangiz bo'ladi tug'ish zaliga. Mana bu yerda hammasi qo'ydan mollanib turadi. Tug'ishiga shu 10 soat qolganda buni sog'ish zaliga o'tkazamiz. Agar buni bir hafta oldin o'tkazadigan bo'lsangiz, o'zi tug'ishga tayyorlov bo'layotgan holatda bu mollarda stress yuzaga keladi-da, tug'ish jarayoni qiyin kechishi mumkin. Shu stress bu bir kunda tarqamaydi-da. Misol uchun bugun stress oldimi, bo'ldi stressda shu bolani o'zgarishlari ham yuzaga keladi. Shunda stressli holatda bola harakatlana olishi mumkin. Ya tug'ruq erta boshlanib ketishi mumkin. Erta boshlanib ketsa bilasiz, sigirlarda yana muammo yuzaga keladi. Shuning uchun iloji boricha molni nima deydi, tixa saqlash kerak-da. Ruya deb qo'yadi. O'zbekchasi hayol kelmagani qarang. Osoyishta saqlash kerak. Ularda shu o'tkazayotganda boshqa zalga, tug'ruqxonaga o'tkazgan. Biz sigirlarimizni shu tug'ruq boshlangan paytda mol bezovta bo'layotganda, u bezovta degani u stress boshlangan bo'ladi, tug'ish stressi bo'layotgan holatda biz tug'ish zaliga o'tkazamiz. Unda hamma yo'q tayyor bo'ladi. Bola tug'ishga tayyor, sigir ham tayyor tug'ishga, buzoq tug'ilishga tayyor. Shuning uchun u stressni o'zini holatida qabul qiladi va bola ham, sigir ham normal tug'adi. Shuning uchun bir hafta 10 kun oldin o'tkazmang. Birinchi molxonadan ikkinchi molxonaga. Shularga ham e'tiborli bo'lish kerak. Keyin yana aytib o'tganman, tug'ilgandan keyingi sigirlarda shu tug'ildi-yu, keyin unga birinchi muolajalar haqida ham video qilganman. Shu kalsiy yetishmovchiligini oldini olish uchun qilinadigan birinchi yordam ukollari. Bilasiz, kasalni davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshi qilib, biz o'sha sistemada ishlaymiz. Shu oldini olib, kalsiy yetishmovchiligini oldini olish uchun ukollarni qilamiz, kalsiylar beramiz. Kalsiy ukollar 24% shu yarim litrdan beramiz bitta sigirimizga. Yana boshqa vitaminlari bor. Vitaminlar, immunitet ko'taradigan vitaminlarni qilamiz. Shu bilan sigirimizda oson kechadi. Shu unumdorlik davriga o'tganda shu sog'ishga kirishib ketishi oson kechadi. Kalsiy yetishmovchiligi, energiya yetishmovchiligi eng asosiy kasalliklar hisoblanadi. Shu chorvadagi tug'ruq paytidagi, tug'ruqdan keyingi 1 oylikdagi kasalliklar. Agar siz tug'ruq paytida shu narsalarni qilmaydigan bo'lsangiz, sigiringizdan keyingi laktatsiyasida yaxshi bola, yaxshi sut berish unumdorlikni kutmay qo'yaverasiz. Shuning uchun shu aytilganlarni Germaniya sharoitida bajarib kelinyapti. Barchalarga rahmat. Xudo xolasa yana keyingi videolarimizda yana qo'ldan kelgancha o'rganganlarimizni, ma'lumotlarni berib o'tiramiz. Barchalarga rahmat.